Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz. Yangi kanalimizga xush kelibsizlar. Bitta video qilgan edik, bu keyingisi sizlar bilan kecha bo'lib o'tgan UFC Fight Night Abu Dhabi turniri to'g'risida gapirishda davom etamiz. Kecha analizlarni bergan edik, to'g'ri chiqdi. Fikrimiz kecha ko'rgan bo'lsanglar, Bogdan Guskovga o'yerinmas edik, chunki Ankalayev bilan birga jang qildi. Ankalayev qanaqaligini bilasizlar o'zingizlar. Lekin Malades bari 5-raundgacha bordi. 3 raund stoykada yaxshi urush qildi. 4-5-raundlarda bari barbasini ishga soldi. Yana ham ayadi deb o'ylayman Ankalayev. Ramazon Temirovga kelsak, Ramazon Temirov o'zimiz o'zbekda ularlarini ko'rsatdi, tasratib. Bola becharalarni juda bezovta qilib tashladi jag'larini. Zo'r maza qildik. Ramazondan kutgan edik. Menimcha yana bitta jang beradi. Bundan keyingi jangda titulga urishsa bo'ladi. Shu meni o'ylantirib turgani shu Asu bilan tushadigan jangi. Shu Asu ham menimcha bo'yi kichkina, Ramazonda bo'yi kichkinaligi uchun proxodga kirish qiyin bo'ladi. Proxodga kirgizmasdan zashtasini baribir yaxshi qiladigan bo'lsa, Ramazonda udariga baribir oqadi. Bo'yi. Xudo xolasa Asudan ham o'tadi, KPdan ham o'tadi, Manel KP degani bor. Keyin asha boshida turgan asha birinchi Joshua degani bor. Uni jo'n uradi. U ham stoykada solishadi. Udari qattiq, 10 bilan yaxshi uradi, 10 qo'l bilan. Ramazon. Shu jangni ko'rib maza qildik. Adrenalin 5. Hozir mana zalga ketyapmiz biz ham. Yana bolalarimni olib zalga borib ozgina shug'ullanamiz. Sportdan adrenalin olinglar, ko'ringlar, tomosha qilinglar. O'zbek jangchilarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Dalshi bo'lish bu yog'iga sportga qiziqinglar. Kanalimiz yangi, yaxshi informatsiyalar to'plab yana sizlarga chiqaramiz, nutqni oshiramiz. O'zingizlar nima qiziqasizlar yozinglar, qaysi sizlarga nima to'g'risida gapiraylik. Yozsanglar birga o'samiz. Kanaldan yo'qolib qolmanglar. Yana ko'rishamiz. Sog' bo'ling.